5. Para. Erlik ayollarni ilishmo sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi cho'rlar buningdan mustasno. Bu Allohning sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan, ya'ni yuqoridagi ilish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffatlik bo'lguninglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrni berib nikohlab ilishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollarni nikohlab ilib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrlarni beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro tutishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan saqit qilingan mahri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Alloh haqiqatan hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qilguvchidir. Sizlardan mo'min ayollarni ilishqa qurbi yetmaydiganlar qo'l ostidagi mo'min cho'rlardan olsin. Alloh iymoninglarni obdan biladi. Ya'ni ularning sirtqi ko'rinishiga qarab ilayveringlar. Ichki ahvolni Allohga topshiringlar. Sizlar bir-biringlar bilan dindassizlar. Ularning hujularining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrlarni kamaytmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkora zina qilmaydigan, yushirin oshna tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular erga tekkandan keyin fahisha qilsa, ularga hur ayollarga beriladigan jazoning yermi berilishi kerak. Bu ya'ni cho'rlarni nikohlab ilish, oranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qila olsanglar, sizlar uchun yaxshidir. Alloh nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Allah sizlarga halol va haromga doir ahkomlarni bayon qilishni sizlardan burunqilar, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga sizlarni hidoyat qilishni, gunohinglardan qilgan tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani, ya'ni bandalarning hamma ahvolini bilguchidir va hikmat bilan ish qilguvchidir. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allohning rahmatining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergishadiganlar, ya'ni shaytonga ergishadigan fojirlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni, shularga o'xshash fojir bo'lishinglarni xohlaydi. Allah sizlarning yukinglarni yengillatishni, ya'ni shariat ahkomlarini sizlarga osonlashtirishni xohlaydi. İnson nafsi xohishiga xiloflik qilishdan ojiz yaratildi. Ey mu'minlar, bir-biringlarning mollarini o'g'irlik, xiyonat qilish, bulash, jazonixo'rlik, qimor o'ynash qatorliq nohaq yo'l bilan yavolmanglar. Ikki taraf rozi bo'lishib qilishgan savdo-sotiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir. Kimki chekdan ishib va zulm qilib uni, ya'ni Allah cheklagan ishlarni qiladi ekan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. Agar sizlar man'i qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, karimimizga elib kichik gunohlaringlarni yo'qqa chiqaramiz va sizlarni isil makonga, ya'ni jannatga kirgizamiz. Ey mu'minlar, Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan orzu qilmanglar. Erlar qilgan amallaridan hassador bo'ladi. Ayollarmo qilgan amallaridan hassador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah beradi. Allah haqiqatan hamma narsani bilguchidir. Her bir odamning qoldirgan tarakisi uchun varislar tayinladik. Ular ota-onalar va yaqinlardir. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahd paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassini beringlar. Alloh haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir. Erlar ayollarning homiylardir.
Bu Allah'ның ularning ba'zisini ba'zisidan, ya'ni erlarni kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganligidandir. Yaxshi ayollar itoat qilguvchilardir. Erlari yinida bo'lmagan chaqlarda Allohning panohida erlarning haqlarini saqlaguvchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlardan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa bir to'shakda billa yotmanglar. Bu unum bermasa ularni adablash maqsadida ostroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'za qilish xiyolda bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. Agar er-xotin ikkilanning inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Allah agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. Allah'a ibodat qilinglar, uningga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga, qish aqrabolaringlarga, yetimlarga, miskinlarga, yaqin qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondagi hamrohga, ya'ni safardoshga, savaqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qo'l cho'rlarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Allah mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. Ular ya'ni mutakabbirlar, maqtanchoqlar bexillik qiladi. Ishlarni bexillikqa buyuruydi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni, ya'ni pul molni va Muhammad alayhisolamning Tavratdagi sutini yushirdi. Allahning ne'matini inkor qilguvchilarga xo'rlig'uchi azobni tayyorladik. Ular mollarini kishilarga ko'rsatish uchun sarf qiladi. Ular Allohga ishonmaydi, oxirat kuniga ishonmaydi. Kimki o'ziga shaytonni hamroh qiladi ekan, u shaytonning buyrug'i bo'yicha ish qiladi. Shayton nima degan yomon hamroh? Agar ular Allohga, oxirat kuniga ishonsa va Alloh o'zlariga bergan moldan sarf qilsa, ularga nima ziyni bo'ladi? Allah ularni obdan biladi. Qilmishiga qarab jazolaydi. Allah haqiqatan zarracha zulm qilmaydi. Agar kishining zarracha yaxshiligi bo'lsa, Allah uni hassilab ziyoda qiladi. O'z dargohidan buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladi. Biz har bir ummatdan bir guvohchini keltirgan va ey Muhammad, seni bularga, ya'ni ummating ichidagi imonsizlarga va gunohkorlarga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ularning holi qandoq bo'ladi? Kafirlar va payg'ambarga osiylik qilganlar u kunda ular qiyomatning dahshatini ko'rganlikdan yer bilan tub-tuz qilib etilishni, ya'ni yerga ko'milib tuproqqa aylanib ketishni orzu qiladi. Ularning hamma a'zosi guvoh bo'lganlikdan Allohdan hech bir so'zni yushirolmaydi. Ey mu'minlar, sizlar mast bo'lsanglar, nima davatqininglarni bilgininglarcha junub bo'lsanglar, yo'l ustida bo'lganlar buningdan mustasno. G'usli qilmag'icha namozga yiqinlashmanglar. Agar kasal, ya'ni kasalga so'z ziyon qiladigan bo'lsa, yoki safar ustida bo'lsanglar, yoki hojat qilsanglar, yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar, mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar, pok tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan afu qilg'uchidir, mag'firat qilg'uchidir. Ya'ni Allah bandlarga haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. Ey Muhammad, kitobdan, ya'ni Tavratdan nasiva berilgan kishilar, ya'ni Yahudi mo'llalarining gumrohligini setib olganligini va sizlarning to'g'ri yo'ldan ezishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Allah sizlarning dushmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir va sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni sizlarni Yahudiylarning mikridan saqlashga Allah kifoyadir.
Yahudiylarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartib ketadiganlarmi bor? Ular biz so'zingni angladik, amringga bo'ysunmadik, bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Diniga ta'na qilish yuzidan Ra'ina degan so'zni tillarini agir qilib aytidi. Agar ular yuqorqi so'zlarning o'rniga angladik va bo'ysundik, quloq sol, unzurna desa, ular uchun Allohning dargohida texmo yaxshi, texmo to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sababli Allah ularni rahmatidan yiroq qildi. Ularning azg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. Ey kitob berilganlar, ya'ni Yahudiylar, biz nurg'un yuzlarni o'zgartib, orqasiga qilib qo'yishimizdan, ya'ni yuzdagi burun, ko'z, qosh qatorliq sezgi a'zolarini o'z joylaridan yo'q qilib etib, ularni orqa tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarni mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni, ya'ni Tavratni tasdiq qiladigan biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Bo'lmasa yuqorqi ikki baloning biriga uchraysizlar. Allohning hukmi ijro qilindi. Ya'ni Alloh biror ishga amr qilsa, u ish cho'qim bo'lmay qolmaydi. Alloh haqiqatan Allohga shirik keltirish gunohini mag'firat qilmaydi. Qolgan odamning uningdan boshqa gunohini mag'firat qiladi. Kimki Allohga shirik keltiradigan cho'ng gunoh qilgan bo'ladi. O'zlarini pok deb qaraydiganlar, ya'ni o'zlarini taqvodorlik bilan madihlaydiganlarni ko'rmadingmi? Undaq emas, ya'ni ish ularning degindek emas. Alloh xohlagan bandisini pok qiladi. Ularga qilchilik zulm qilinmaydi. Ey Muhammad, ularning Allohga tuhmat chaplayotganligiga qarag'in. Bu o'ppuchuq gunohdir. Kitobdan nisiva berilganlar, ya'ni Yahudiylarni ko'rmadingmi? Ular butqa va shaytonga ishonadi. Kafirlarni ko'rsatib, ular ya'ni Quraysh kuffarlarining yo'li iymon etganlarninkidan texmo to'g'ridir deydi. Ana shular Alloh rahmatidan yiroq qilgan kishilardir. Alloh kimni rahmatidan yiroq qiladi ekan, uningga Allohning azobidan qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. Yoki ularning podshohlikdan nisivasi bormi? Hech qanday nisivasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. Yoki ular Alloh o'z fazlidan kishilarga bergan narsiga, ya'ni Muhammad alayhisalomga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi. Biz haqiqatan Ibrohim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. Ular, ya'ni Yahudiylarning ichida uningga, ya'ni Muhammad alayhisalomga iymon etganlarmi bor? Uningdan yuz o'rganlarmi bor? Ularga ularning kufriga jazo berish yuzidan jahannamning yinib turgan o'ti yetarlikdir. Shubhisizki, bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni do'zaxga kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugagan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa tera yangushlaymiz. Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizamiz. Ular jannatlarda mangu qoladi. U yerda ularga pok chuktilar bo'ladi. Ularni jannatning mangulik soyasiga daxil qilamiz. Shubhisizki, Alloh sizlarni omonatlarni egasiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyuruydi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Allah haqiqatan so'zinglarni anglab turg'uchidir, ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan ish ustidagilarga itoat qilinglar. Agar sizlar bir shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar,
bu ya'ni Allohning kitobiga va payg'ambarining sunnatiga murojaat qilish sizlar uchun foydalidir. Natija e'tibori bilan go'zaldir. Sana nazil qilmagan kitobga, ya'ni Qur'onga va sendan burun nazil qilmagan kitoblarga, ya'ni Tavratga va Injilga iymon keltirdik devolgan kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rmadingmi? Ular arzni shaytonning oldiga ilib bormoqchi bo'lyotidi. Halbuki ular shaytonni inkor qilishga buyurilgan, shayton ularni chunqur ozdirishni xohlaydi. Ular ya'ni munofiqlarga Alloh nazil qilgan kitob tarafga va payg'ambar tarafga kelinglar deyilsa, munofiqlarning sendan qattiq yuz o'rganligini ko'rsan. Qilmishlari tufaylidan o'z beshiga biror musibat kelgan chog'da sening oldingga kelib Alloh bilan qasam qilgan holda biz faqat yaxshilik va yarashishni la iroda qilgan edik deganlarning holi qandoq bo'ladi? Ana shular, ya'ni munofiqlar yolg'on aytidi. Alloh ularning dillaridagini, ya'ni munofiqligini, mikrini biladi. Ulardan yuz o'rigin, ularga nasihat qilgin, ularga ta'sirli so'zlarni qilgin. Biz har qanday payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdik. Uningga itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular, ya'ni munofiqlar sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmo ular uchun mag'firat tilsaydi, albatta ular Allohning kechirim qilguvchi, nihoyatda mehribon topatdi. Ey Muhammad, Parvardigoring bilan qasamki, ular, ya'ni munofiqlar o'z orasidagi datalashqa, seni hukm chiqarishga taklif qilmoqcha, ondan sening chiqargan hukmingga ularning dillaridagi qilchag'um bo'lsa-mu yo'qolmoqcha va ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. Agar biz ularga o'zinglarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek og'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilmagan vaz nasihatga amal qilsaydi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. Gumrohlik va nifoqdan eng yiroq bo'lgan bo'ladi. U chaqda dargohimizdan ularga albatta buyuk ajr, ya'ni jannat ato qiladik. Ularni albatta to'g'ri yo'lga hidoyat qiladik. Kimlarki Allohga va payg'ambarga itoat qiladi ekan, ular oxiratda Allohning ne'matiga erishgan payg'ambarlar, siddiqlar, ya'ni yuqorqi darajalik payg'ambarlar va shahidlar va yaxshilar bilan billa bo'ladi. Ular nima degan yaxshi hamrohlar? Bu fazl Alloh tarafidandir. Alloh fazl ihsonga tegishli bo'lganlarni bilishda yetarlikdir. Ey mu'minlar, dushmanlarning sharridan saqlanish uchun tayyorlik holatida turinglar. Urushqa turkum bo'lib yoki hammanglar bir bo'lib chiqinglar. Shubhisizki, oranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat, ya'ni mag'lubiyat yoki qirg'inlik kelsa, u munofiq Alloh menga haqiqatan marhamat qildi. Chunki men ular bilan urushda billa bo'lmadim. Bo'lmasa o'ltirilganlar qatorida o'ltirilgan bo'lardim deydi. Agar sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat kelsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdek, kashki men urushda ular bilan billa bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibaga erishgan bo'lardim deydi. Dunyo tirikchilikni oxiratga tegishadiganlar Alloh yo'lida jinini, pul milini fido qilib jihad qilsin. Kimki Alloh yo'lida jihad qilib o'ltirilsa yoki g'alaba qilsa, biz uningga katta ajr ato qilamiz. Ey mu'minlar, sizlarga nima bo'ldiki, Allohning yo'lida jihad qilmaysizlar va duo qilib, ey Parvardigorimiz, bu aholisi zolim shahardan bizni chiqargan o'z dargohingdan bizga bir igdorchilik qilg'uchini muyassar qil
Öz dərgahingdən bizgə bir mədədkarni müyəssər qıl. Deydigan aciz ərlər, aciz ayollar və balalarni qutquzuş üçün cihad qılmaysızlar. Müminlər Allah'ın yolunda cihad qılıdı. Kafirlər şeytanın yolunda uruş qılıdı. Şeytanın dostları bilan uruş qılыңlar. Sizlər ularni yengizsizlər. Şeytanın tədbiri həqiqətən acizdir. Ey Muhammed, ularga, yani Mekke'de turib urushni talab qilganlarga urushdan qo'linglarni yig'inglar. Namaz o'qinglar, zakat beringlar degan kishilarni ko'rmadingmi? Yani ulardan ajablanmamsan. Ularga jihad farz qilmagan chaqda ularning orasidagi bir turkum kishilar dushmandan go'yo Allohning azobidan qo'rqqandek, balki uningdanmi battarroq qo'rqidi. Ular o'limdan qo'rqib, Parvardigorimiz, bizga nima uchun jihadni farz qilding? Nima uchun bizni uzoqqa qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Yani ajalimiz yetguncha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi? dedi. Ey Muhammad, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Yani dunyoning nimmati fanidir. Allohdan qo'rqqan va uning amrini tutganlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Yani qilgan amalinglarning savobi kamaytilmaydi. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi, agar ular, yani munofiqlar biror yaxshilikqa erishsa, bu Allohdan bo'ldi deydi. Agar ular biror ziyon zahmatga uchirsa, bu sendan, yani sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Yani hamma shayning Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. Ey inson, sana yetgan yaxshilik marhamat qilish yuzidan Alloh tarafidandir. Sana yetgan yomonlik qilmishlaring tufaylidan o'zingdandir. Ey Muhammad, seni biz butun insonlarga payg'ambar qilib avatdik. Sening payg'ambarligingga shohidlikqa Alloh yetarlikdir. Kimki payg'ambarga itoat qiladigan, u Allohga itoat qilgan bo'ladi. Chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi. Kimki ey Muhammad, sendan yuz o'raydigan, bilginki biz seni ularga kuzatchi, yani ularning amallarini kuzatib, amallariga qarab hisob olg'uchi qilib avatmadik. Ular, yani munofiqlar, amringa itoat qildik deydi. Sening yiningdan chiqib ketgan chaqda ularning bir turkumi o'zlarining aytgan so'zlarini o'zgartirdi. Yani amringa xiloflik qildi. Alloh ularning o'zgartganlarini xotirlab turdi. Yani farishtalarni ularning amallarini yozishga buyurdi. Sen ulardan yuz o'rgin, yani kechirgin, Allohga tavakkul qilgin. Tavakkul qilguvchiga Allohning homiligi yetarlikdir. Ular Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. Mu'minlarga oid omonlikning yoki qo'rqinchning biror xabari ularga, yani munofiqlarga yetsa, uni tarqitadi. Agar uni payg'ambarga va ular, yani mu'minlarning ichidagi ish ustidagilarga ma'lum qilsa, shu xabarni chiqarguvchilar uni, yani shu xabarning haqiqiy ahvolini ulardan albatta bilib oladi. Ey mu'minlar, agar sizlarga Allohning fazli va marhamati bo'lmasa edi, sizlarning ozg'ina kishidan boshqalaringlar albatta shaytonga ergashib ketadinglar. Ey Muhammad, Allohning yo'lida jihad qilgin. Yani o'zing yolg'iz bo'lsangmi jihad qilgin. Sana g'alaba va'da qilingan. Munofiqlarning jihaddan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni jihadga qiziqtirgin. Allohning kofirlar kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. Kimki kishilar orasida yaxshi ish uchun shafaat qilsa,
onundan yani yaxshi ishdan uning nisivisi bo'ladi. Kimki bir yomon ish uchun shafaat qilsa, onundan yani yomon ishdan uning nisivisi bo'ladi. Allah hamma ishga qodirdir. Sizlarga bir kishi salom bersa, uningga texmi yaxshi salom bilan javob qaytaringlar. Yani bir kishi assalomu alaykum deb salom bersa, uningga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu danglar. Yoki uning salomini aynan qaytaringlar. Yani va alaykum assalom danglar. Allah haqiqatan hamma narsadan, yani bandalarning cho'ng kichik ishlaridan hisob olg'uchidir. Allah'tan başqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allah sheksiz bo'ladigan qiyomat kunida sizlarni hisob elish uchun mahshargohga jazman yig'idi. Allohdanmi to'g'ri so'zlik kim bor? Yani so'zida, va'dasida Allohdanmi sodiq hech kim yo'q. Ey mu'minlar, sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlar hukmida qildi. Allah azdurgan kishilarni sizlar hidoyat qilmoqchi bo'lamsizlar. Kimniki Allah gumroh qiladi ekan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l tepib berolmaysan. Ular sizlarning o'zlaridek kofir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Allah yo'lida hijrat qilmaguncha, yani hijrat qilish orqali iymonini isbot qilmaguncha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Allah yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahda bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmu emas, o'z qavmi tarafmu emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolsa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushadi. Ya'ni Alloh ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atli qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarga hargiz ruxsat qilmaydi. Iymonini izhor qilish bilan sizlardan omonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrni izhor qilish bilan o'z qavmidan omonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilar, ya'ni munofiqlarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, o'zlarini uningdan tortadi. Agar ular sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmoqcha, sizlar bilan urushdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asir ilinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni ularni asir ilishga, o'ltirishga ro'shan pakat ato qildik. Mo'min odamni savarlik bilan emas, qasdan o'ltirishi hech durust emas. Kimki biror mo'minni savarlik bilan o'ltirib qo'yar ekan, u bir mo'min qo'lni ozod qilishi va o'ltirilguchining varislariga diyat to'lishi kerak. Ular, ya'ni o'ltirilguchining varislari diyatni kechirim qilsa, shuning bilan qotil uni to'lamasa hech bop yo'q. Agar o'ltirilguchi mo'min sizlarga dushman, kuffar qavmidan bo'lsa, bu chaqda o'ltirib qo'yg'ichi bir nafar mo'min qo'lni ozod qilishi lozim. Diyat kelmaydi, chunki o'ltirilguchining egisi musulmon bo'lmag'achqa uningga varis bo'lmaydi. Agar o'ltirilguchi oranglarda muahida bo'lgan kuffar qavmidan bo'lsa, uning varislariga diyat to'lash va bir nafar qo'lni ozod qilish kerak.
azod qiladigan qo'l topolmagan odam, ya'ni pul azod qilishga qodir bo'lolmagan odam tavbasini Allohning qabul qilishi uchun uzildirmay 2 oy ro'za tutishi lozim. Alloh hammani bilib turg'uchi, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki bir mu'minni qasddan o'ltirdi ekan, uning jazosi jahannam bo'ladi. U jahannamda mangu qoladi. Allohning g'azabiga va la'natiga duchor bo'ladi. Alloh uningga oxiratda qattiq azob tayyorlaydi. Ey mu'minlar, Alloh yo'liga, ya'ni g'azotga otlangan vaqtinglarda haqiqatlab ish qilinglar. Ya'ni mu'min yoki kofirligi aniq bo'lguncha o'ltirishga oldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mu'min emassan demanglar. Ya'ni o'lishdan qo'rqib salom berding deb uni o'ltirib etmanglar. Allohning dargohida mundaqlarni o'ltirishdan sizlarni behojat qildigan nurg'un g'animatlar, ya'ni savob bor. Ilgari sizlarmi ana shundoq kofir edinglar. Keyin Alloh sizlarga iymonni iltifot qildi. Ularni o'zinglarga silishtirib haqiqatlab ish qilinglar. Alloh sizlarning qilmishinglardan xabardordir. Mu'minlardan uzrsiz ama, to'kur, kasalga o'xshash uzrsi borlar buningdan mustasno. Jihadga chiqmaganlar Alloh yo'lida mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilar bilan barobar bo'lmaydi. Alloh mollarini, jonlarini tikib jihad qilguvchilarni jihadga chiqmaganlardan bir daraja ustun qildi. Bu 2 xil kishilar, ya'ni uzrsi bo'lib jihadga chiqolmaganlar va jihadga chiquvchilarning hammasiga Alloh jannatni va'da qildi. Alloh jihad qiluvchilarga buyuk ajr ato qilib, ularni uzrsiz turib jihadga chiqmaganlardan ortiq qildi. Alloh ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Alloh mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. O'zlariga zulm qilguvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan billa turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan ilindigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular ziminda, ya'ni Makka ziminda biz dinni barpo qilishdan bo'ja qilmagan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zimini kengramasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? Faqat erlardan, ayollardan, bolalardan chorasiz qolgan, ya'ni hijrat qilishga chora topolmagan, yo'l bilmaydigan ojizlar buningdan mustasno. Ana shularni Alloh afu qilg'ay. Alloh nihoyatda afu qilg'uchidir, nihoyatda mag'firat qilg'uchidir. Kimki Alloh yo'lida hijrat qiladi ekan, u ziminda chiqish yo'li va kamchilik topadi. Kimki uyidan Allohning va payg'ambarning tarafiga hijrat qilib chiqsa, ondan yo'lda o'lsa, uning ajrini cho'qim Alloh beradi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir va nihoyatda mehribondir. Safarga chiqqan vaqtinglarda kofirlarning o'zinglarga ziyon zahmat yetkazib qo'yishidan qo'rqib, namozni qasr qilib, ya'ni 4 rakatni 2 rakat qilib o'qisanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kofirlar sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. Namoz o'qiyotgan fursatdan foydalanib, sizlarni o'ltirib etishdan yanmaydi. Ey Muhammad, sen mu'minlar bilan jihodda billa bo'lib, ular bilan namoz o'qimoqchi bo'lganingda, ularning bir farqisi sen bilan birlikda namozga tursin. Qur'onlarni ehtiyot yuzidan yonida tutsin. Sajdaga berib bo'lgandan keyin ular orqanglarga o'tib tursin. Ya'ni namoz o'qib bo'lgan firqa orqanglarda kuzatchilik qilib tursin. Ularning o'rniga namoz o'qimagan ikkinchi bir firqa kelib, sen bilan birlikda, ya'ni orqangda namoz o'qisin. Dushmanlaridan ehtiyotkorlik bilan hushyor tursin.
Düşmanları bilan urushishga tayyor turish yuzidan qurollarni yinida tutsin. Kafirlar sizlarning qurollaringlardan, aysharlaringlardan g'aflatda qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdilla tuyuqsizdan hujum qilishni orzu qiladi. Ya'ni dushmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lolmasligi uchun hammanglar birla vaqtda yig'ilib namoz o'qimay yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sababli haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qurollaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyotchan va hushyor bo'linglar. Allah haqiqatan kafirlar uchun qo'rqilg'uchi azob tayyorladi. Namozdan farigʼ bo'lganinglarda o'ra turgan, o'ltirgan va yotgan holatlaringlarda Allohni yod etinglar. Allah sizlarga dushmaninglarga qarshi yordam berishi mumkin. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni butun shartlari bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki, namoz mu'minlarga vaqti belgilangan tarz qilindi. Dushmanning orqasidan qo'g'lashga susluq qilmanglar. Agar sizlar qiynalsanglar, ularmi xuddi sizlarga o'xshash qiynaladi. Sizlar ular umid qilmaydigan narsani, ya'ni shahid bo'lishni, savobni va g'albini Allohdan umid qilsizlar. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ey Muhammad, seni kishilar orasida Allohning ko'rsatgani bo'yicha hukm qilsin deb sana haqiqatan haq kitobni nozil qildik. Xoinlarning tarafini olmagan. Allohdan mag'firat tiligin. Alloh haqiqatan nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Gunoh qilish bilan o'zlariga xiyonat qiluvchilarning tarafini olmagan. Xiyonatga odatlangan, gunohga cho'mgan kishini Alloh haqiqatan do'st tutmaydi. Ular xiyonatlarini insonlardan xijil bo'lib yushirdi. Allohdan xijil bo'lib yushirmaydi. Ular Alloh rozi bo'lmaydigan so'zni, ya'ni bo'hton chaplash, yolg'on guvohlik berish va yolg'on qasamni planlagan chaqda Alloh ular bilan billa edi. Ya'ni ularning ahvolini bilib turadi, so'zni anglab turadi. Ularning qilmishlarini Alloh tamoman bilguchidir. Sizlar shunday kishilarsizlarki, hayoti dunyoda ularning, ya'ni o'g'ri va xoinlarning tarafini oldinglar. Qiyomat kuni kim Allohga qarshi ularning tarafini oladi, ya'ni Allohning azobini kim ulardan daf'i qiladi, yoki kim ularga homiy bo'ladi. Kimki biror yomonlik yoki o'ziga biror zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguvchi, nihoyatda mehribon ekanligini ko'radi. Kimki qasddan biror gunoh qilsa, uni o'zining ziyniga qiladi. Ya'ni uning vabolini o'zi tortadi. Alloh hammani bilguchidir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Kimki bir kichik gunoh yoki bir cho'ng gunoh qilib qo'yib, uni begunoh odamga chaplasa, u shu bo'htonni va up-uchuq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. Ey Muhammad, agar sana Allohning fazli va rahmati bo'lmasa edi, ulardan bir guruh odam cho'qim seni ozdirishni qasdlaydi. Ular faqat o'zlarini ozdirdi, sana qilcha ziyon yetkazolmaydi. Alloh sana kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni sunnatni nozil qildi. Sana sen bilmagan narsalarni, ya'ni shariat ahkomlarini va g'ayb ishlarni bildirdi. Allohning sana fazli cho'ngdir. Ularning yushirin suhbatining to'lisida xayriyat yo'qdir. Faqat sadiqaga yoki yaxshilikqa yoki kishilarni aplashtirishga amr qilgan kishilarning yushirin suhbati buningdan mustasno. Kimki u ishlarni Allohning roziligini tilash yuzidan qiladi ekan, uningga buyuk ajr ato qilamiz. Kimki o'ziga mo'jizlar orqali to'g'ri yo'l aniq bo'lgandan keyin
payg'ambarga, ya'ni uning amriga muxolifatchilik qiladi ekan, mo'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishidi ekan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? Allah o'ziga biror narsaning shirik keltirilishini, ya'ni mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimki Allohga shirik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq azoban bo'ladi. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib faqat o'zlari kishi nomlar bilan atib olgan butlarga ibodat qiladi. Faqat Allohning ibodatidan bosh tortgan shaytonga ibodat qiladi. Allah shaytonni rahmatidan yiroq qildi. Shayton aytdi: "Men albatta sening bandalaringdan muayyan sondikilarni egallayman. Shundaqla cho'qim ularni ozdurman. Ularni xom xiyol qildirman. Ya'ni hayot uzun, qiyomat, hisob elish yo'q degandek botil aqidalarni ko'ngliga solaman. Ularni cho'qim chahar paylarning butlarga nazra qilib belgash uchun quloqlarini yirishqa buyuruyman. Ularni cho'qim Allohning mahluqotini o'zgartirishga, ya'ni qo'llarni oqta qilish, ularga man o'ydirishga o'xshash ishlarga buyuruyman. Kimki Allohni qo'yib shaytonni do'st tutadi ekan, u dunyo va oxiratda o'p-o'chiq ziyon tortgan bo'ladi. Shayton ularga yolg'on va'dalarni beradi va ularni xom xiyolga soladi. Ya'ni amalda ishqa oshmaydigan orzularni ko'ngliga soladi. Shayton ularga faqat yolg'onla va'da qiladi. Ana shularning boradigan joyi jahannamdir. Ular jahannamdan qochadigan joy topolmaydi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatga kirgizamiz. Ular jannatda mangu qoladi. Allohning va'dasi yaxdir. Allohdan rostsizlik kim bor? Ya'ni Allohdan rostsizlik hech ahadi bo'lmaydi. Allah va'da qilgan savob sizlarning quruq orzuyinglar va ahli kitobning quruq orzusi bilan qo'lga kelmaydi. Kimki bir yomonlik qiladi ekan, buning uchun dunyoda yoki oxiratda jazolanadi. U o'zi uchun Allohdan boshqa Allohning azobidan qutuldiradigan hech qanday do'st va hech qanday madadkor topolmaydi. Ayollardan mu'min bo'lib turib, yaxshi ishlarni qilganlar jannatga daxil bo'ladi. Ularga qilcha zulm qilinmaydi. Ya'ni ularning qilgan amallarining savobi qilcha kamaytirilmaydi. Yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirgan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalni xolis Alloh uchun qilgan, botil dinlardan buralgan holda Ibrohimning diniga ergashgan kishidan diniy jihatda yaxshiroq odam bormi? Alloh Ibrohimni do'st tutdi. Osmonlardagi, zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir, bandalardir, mahluqotlardir. Alloh hamma narsani to'liq bilguchidir. Ey Muhammad, sendan ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Alloh sizlarga fatvo berdi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan ayollarning mirosiga oid oyatlarmi fatvo berdi. Shundaq yetimlar to'g'risida fatvo berdi-ki, ularning tayin qilmagan mirosini bermaysizlar. Ularning mirosi qo'limizdan chiqib ketib qoladi deb ularni erga bermaysizlar. Ya'ni mundaq qilmasliklarga fatvo berdi. Bo'za qilmagan bolalarning haqqini berishinglar va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Ayollarga va yetimlarga qandoqla yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Alloh uni bilib turadi. Ya'ni shuningga asosan Alloh sizlarni mukofotlaydi. Agar biror ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan
yoki yuz o'rishidan andisha qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish uzilishib ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga baxillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah sizlarni mukofotlaydi. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Qancha tirishsanglarmi, ayollaringlarga muhabbatda va dilning moyilligida barobar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini iyri bordekmi emas, yo'qdekmi emas, isib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ya'ni ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah albatta sizlarga mag'firat qiladi, rahim qiladi. Agar ikkisi uzilishib ketsa, Allah o'z fazli bilan ularning birisini ikkinchisidan behojat qiladi. Allohning fazli kengdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Sizlardan ilgari kitob berilganlarga, ya'ni Yahudiylar va Nasoralarga va sizlarga Allohga taqvodorlik qilishni tavsiya qildik. Agar kofir bo'lsanglar, kufringlar Allohga ziyon yetkazolmaydi. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohning mulkidir, maxluqotidir. Allah maxluqotdan behojatdir, madihiga loyiqdir. Osmonlardagi va zimindagi shaylar Allohningdir, ya'ni Allohning mulkidir, maxluqotidir. Hamma ishni boshqarishga Allah yetarlikdir. Ey insonlar, agar Allah xohlasa, sizlarni yo'q qilib, o'rninglarga boshqalarni keltiradi. Allah buningga qodirdir. Kimki qilgan amali bilan dunyoning ne'matini tilaydi ekan, uningga aytib qo'yginki, dunyo va oxiratning ne'mati Allohning dargohidadir. Banda o'z Parvardigoridan dunyo va oxiratning ne'matini tilasin. Allah bandalarning so'zlarini anglab turg'uchidir. Bandalarning amallarini ko'rib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Xudolik uchun guvohlik berishda o'zinglarning yoki ota-onanglarning yoki tuqqanlaringlarning ziyniga guvohlik berishga to'g'ri kelgan taqdirdimi, adolatni barpo qilishga tirishinglar. Guvohlik berilguchi boy bo'lsa, uningga rioya qilmasdan yoki faqir bo'lsa, uningga ich og'ritmasdan hamon adil guvoh bo'linglar. Allah sizlardan ularga yaqindir. Ya'ni ularning manfaatining nimada bo'ladiganligini obdan biladi. Nafsi xohishinglarga erishib, haqiqatdan burilib ketmanglar. Agar tilinglarni to'lg'isanglar, ya'ni guvohlikdagi pokitni burmilsanglar yoki guvohlikdan bosh tortsanglar, mundaqda Allah haqiqatan sizlarning qilmishinglardan xabardor bo'lib turg'uchidir. Ey mu'minlar, Allohga, Allohning payg'ambariga va Alloh uningga nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga va ilgari Alloh nozil qilgan kitoblarga, ya'ni Qur'ondan ilgari nozil qilingan samoviy kitoblarga iymon keltiringlar. Kimki Allohning farishtalarini, kitoblarini, payg'ambarlarini va oxirat kunini inkor qiladi ekan, u qattiq ozg'on bo'ladi. Iymon etgan, ondan kofir bo'lgan, ondan iymon etgan, ondan kofir bo'lgan, ondan kufrda azvaylgan, ya'ni shu kufri bilan o'lgan kishilarni Alloh mag'firat qilmaydi va ularni to'g'ri yo'lga, ya'ni jannatga yetaklaydi. Ey Muhammad, munofiqlarga bishorat berginki, ular qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutadi. Ular kofirlarning qishidan izzat va qudrat talab qilamdi. Ya'ni kuffarlarning do'stligidan izzat va g'alaba tilamdi. Izzat va qudratning hammasi Allohga xosdir.
Allah kitobda, ya'ni Qur'onda sizlarga nozil qildiki, sizlar Allohning oyatlarining inkor qilinayotgan va masxara qilinayotganligini anglagan chog'inglarda, ular, ya'ni Allohning oyatlarini masxara qilayotgan kofirlar boshqa parang'a kirishmaguncha ular bilan birga o'ltirmanglar. Bo'lmasa gunohda ularga o'xshash bo'lib qolasizlar. Allah haqiqatan munofiqlarning va kofirlarning hammasini oxiratda jahannamga to'playdi. Ular, ya'ni munofiqlar, sizlarga hodisa kelishini kutadi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar, ular biz sizlar bilan birga emasmidik? Kofirlardan olgan g'animatlardan bizga beringlar deydi. Agar kofirlar zafar topsa, ular kofirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadikmi deydi. Allah qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Allah kofirlarga hargiz mo'minlarga qarshi yo'l bermaydi. Shubhisizki, munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishadi. Allah ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turadi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Munofiqlar kufri bilan iymon orasida arsaldi bo'lib turadi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlarga, kofirlarga mansub emas. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Ey mo'minlar, mo'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zinonglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pokiti bo'lishini xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostinqi qalbiga, ya'ni qa'rga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarini tuzatgan, Allohning kitobiga chin yopishgan, dinini Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amaldan faqat Allohning roziligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ana shular mo'minlar bilan birga, ya'ni ularning qatoridadir. Allah mo'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Allah sizlarga azob qilib nima qiladi? Allah shukr qilguvchini mukofotlaguchidir, hammani bilguchidir.